Ha, sizlar yemaysizlarmi? Bugundan suvli diyetadamiz, Ozodjon. Qarsilarmi ye? Ha, ona diyeta uxla, lekin siz uxlamadingizmi? Jam kelin uxlayapti. Ha, xavotirlanmang. Keliningiz ham diyetani uxlatib qo'ygani o'zi ana. Assalomu alaykum onajon. Voy. Ona, Voy. tarozi turinglar ham balkim ozgandirsizlar. Yo'q, Tarozi. Ha, qayerga ketdingizlar? 10 ming qadam yurgani. Xolam man qilibdilarmi? O'shanga ketyapsizlarmi? Mahallada yuramiz, Ozod. Baribir. Ha, ona, men shu yergacha 10 ming qadam ekanman. Ha, Ozodjon qiziqsam ekan, ozginaga o'tirdik qo'shnilar bilan. Bar. Voy, kelinim bilan Tursunboyeva suvli diyeta qildik. 10 ming qadam yurdik. Hech narsa yordam bermayapti. Oxiri siz tavsiya qilishdi. Ozish uchunchi aslida och qolish shart emas. Ozish uchun uy sharoitida ham ovqatlanib bemalol vazn tashlasa bo'ladi va eng muhimi, ozishdan oldin, diyeta boshlashdan oldin tarozga chiqish shart. Voy, Tursunboyeva, rahmat. Kelinim zo'r ozadigan bo'ldi. Kursingizga qo'shib qo'yaman. O'zingiz ham qo'shib oling. Yo'q, men yaxshiman. Bo'ldi, ketib turing. Xo'p, onajon. Endi Qatning. Xo'p, onajon.